Do'stlar, barchangizga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda mana shu motoblogni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu motoblogimiz sotiladi. Narxini esa video oxirida albatta aytib o'taman. Bu Xitoy texnikasi emas, Koreyaniki. Motoblogning nomini esa ekranning pastki qismida yozib qoldiraman. Bemalol YouTube yoki boshqa internetda o'zidan qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Buni o'zidan ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham baquvvat qilib ishlangan. Mana pastki qismlari ham bartavoylik. Mana bu motordan keladigan harakat mana bu shkifga keladi. Shkifdan esa mana bu yerdan pastga qarab sep orqali o'tadi. Mana bu yerda shkif bor. Buni shkifni mana bu ustki qismida to'g'ri sepadigan bo'ladi. Shuni qo'yib, daraxtlarga to'g'ri sepadigan qilib ishlatsa ham bo'ladi. Skoroslari ham mana shu yerda. Bu pavishi panijisi ikki tomonga buralishi xuddi zuburga o'xshab ishlatadi. Bir tomonni bosganimizda bir tomonga o'zi qaytib oladi. Pritsep ham o'ziniki. Balonlargacha hatto o'zini Koreyadan kelgan balonlari mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana Made in Korea deb yozib qo'ygan. Orqa balonlari 16 lik, 6 ga 16. Pritsepini mana bu pastki qismidan ochib, samosval qilib ishlatsa ham bo'ladi. Buni ustki qismdagi o'zini motori yo'q edi. Zuburda 196 lik motor qo'yilgan. Motor ham mana shu yerda turibdi. Motorning barcha ehtiyot qismlari bor. Stator, radiator, bak, barcha qismlari, ventilyator, hamma qismi bor. Faqat motorni o'zini yangi kolsa qo'yish kerak. Shu turishi ham ishlab yurgan edi. Faqat ozgina kuchi kamroq. Bir marta kolsa qo'yib bo'lsa, shu bilan yaxshi ishlab ketadi. Mana shu motoblogimiz. Buni narxi xuddi mana shu ko'rinishida motoblog, pritsep, motor, barcha qismlari $600. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiraman. Telefon qilib yoki Telegramdan yozib bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr do'stlar.